أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الثالث الدرس الخامس والعشرون يقرب باش ندرس عندي بugün dersimizde arkadaşlar Arap tilideki umumi fiillarninki türleri, yani babları. Lekin şuna münasebet bo'lgan bir qism kichik qoidalarni yig'inchoqlab so'zlab o'tamiz. Biz dastlabda arab tilidagi umumiy bablarni bir eslab o'taylik. Endi bablarni eslab o'tishdan ilgari sulasi, rubai degan ikki atalg'ini bilib o'taylik. Arab tilidagi har qanday fe'l ya sulasi bo'ladi, ya rubai bo'ladi. Sulasi deganni 3 harflik deymiz, rubai deganni 4 harflik deymiz. Endi 3 harflik deb nima demakchi desa, fe'lning tarkibidagi asosiy harflar 3 bo'g'ini 3 harflik sulasi bo'ladi. Fe'lning tarkibidagi asosiy harflar 4 bo'g'ini rubai bo'ladi. Andos asosiy harf degan nima desak, biz burundan tortib fe'llarga o'lcham qilib kelgan fa, a, la. Masalan, fa'dan birisi va ayn va ondan keyin lamdan birisi va fa'dan birisi, ayndan birisi, lamdan birisi. Demak, fa, a, la uchi asosiy harf hisoblanadi. Xuddi da, ra, ba o'xshash. Mushu 3 tane asosiy harfdan birdan lam 3 bo'lsa, bu sulasi fe'l bo'ladi. Garchi buning atrofida ortiq boshqa harflar bo'lsin-mi? Masalan, af'ala desak sulasi, istaf'ala desak sulasi. Nimishqa? Buni tahlil qilsak, istaf'ala tarkibidagi asosiy harflar qaysi? Fa'ala deb qarab baxsak, fa'dan birisi va, ayndan birisi va, lamdan birisi va. Mana bu sulasi. Aniq bilib olaylik. Asosiy harf bo'lgan fa'ala 3 lam bo'lib bersa, undan boshqa mayli hamza olsun, mayli sin olsun, mayli ta olsun, buni qanchalik ortiq olib kelsin atrofida. Bu sulasi fe'lga tava. Endi rubai deganimiz buningdagi asosiy harflar 4 harf bo'lgani rubai bo'ladi. Masalan, fa, a, la. Fa'dan birisi va, ayndan birisi va, lamdan ikkisi va. Mana bularning hammasi lamdan ikkisi o'g'achqa, mana ikkala lam asosiy harf hisoblanib 4 bo'lgan bo'ladi manada. Mana bu rubai bo'ladi. Endi arab tilida rubai, nima sulasi 2 ga bo'linadi. Sulasi mujarrad, sulasi mazid. Sulasi mujarrad deganimiz saq 3 harf, ya'ni asosiy harfidan boshqa hech qanday atrofida ortiq harflar yo'q. Masalan, fa'dan birisi, ayndan birisi, lamdan birisi to'qqo. O'sha bir dona fa, bir dona ayn, bir dona lamdan boshqa atrofida faqat ortiq harf bo'lmagan 3 harflik fe'llar bu sulasi mujarrad bo'ladi. Sulasi mazid deganimiz bir dona fa, bir dona ayn, bir dona lamdan iborat 3 asosiy harfdan boshqa yana ortiq harflar bor. Fe'llar sulasi mazid bo'ladi. Endi rubai mujarrad degani shu. Fa, ayn, 2 dona lam. 4 harf qo'y asosiy harf. Bu 4 harfdan boshqa harf bo'lmagani rubai mujarrad. 4 harfdan boshqa harf bo'lgani rubai mazid bo'ladi. Endi arab tilidagi butun fe'lningki shakllari 22 xil shakl. 22 xil. Endi 22 xil mushu sulasi va rubaining tahtiga daxil. Avval biz bilib olaylik. Sulasi 2 ga bo'linadi. Mujarrad, mazid. Yani sulasi mujarrad ve sulasi mazid. Sulasi mujarrad 6 xil shakl. Fa'ala yaf'ulu o'xshash, kataba yaktubu degandek. Fa'ala yaf'ilu jalasat yajlisu o'xshash. Fa'ala yaf'alu dhahaba yadhhabu o'xshash. Fa'ila yaf'alu sami'a yasma'u o'xshash. Fa'ula yaf'ulu kasura yaksuru o'xshash. Fa'ila yaf'ilu varitha yarithu o'xshash. Ma yuqorida tilg'ab o'tgan 6 bob sulasi mujarrad hisoblanadi. Endi sulasi mazid 12 bob. Ya'ni 3 harfdan ortiq harflar bor. Masalan, birinchisi fa'ala yuf'ilu, sallama yusallimu o'xshash. İkincisi ef'ala yuf'ilu.
Əsləmə yuslimuğa oxşar. Üçüncüsü fa'alə yufa'ilu. Cahedə yücahiduğa oxşar. Dördüncüsü tefa'alə yetefa'aluğa oxşar. Tealləmə yeta'allamuğa oxşar. Beşincisi tefa'alə yetefa'alu. Tenavələ yetenavaluğa oxşar. Altıncısı infa'alə yenfa'ilu. İnkesere yenkesiruğa oxşar. Yettincisi ifta'ala yebta'ilu, istema'a yestemi'u oxşar. Sekizincisi if'alle yef'allu, ihmerre yehmerru'a oxşar. Dokuzuncusu istef'ala yestef'ilu, istaqbala yestaqbilu'a oxşar. Onuncisi if'alle yef'allu, ihmarre yehmarru'a oxşar. 11'incisi if'avvele yef'avvilu, i'şavşebe ya'şavşibu'a oxşar. 12'incisi if'avvele yef'avvilu, iclavveze iclavvizu'a oxşar. 12 türlük sulasi mezid babı var. Hesapta 6 tane sulasi mücerred, 12 tane sulasi mezid, sulasi pil, neçe bilgen 18 türünü öz içine aldık. Endi rubayga gelsek, rubai mücerred fakat bir bab. O osmu fa'lala yufa'lilu, terceme yutarcimu'a oxşar. Sulasi mezid 3 bab. Mesela tefa'lala yetefa'lalu. Misali temadmada yetemadmadu oxşar. İf'alalla yef'alillu, itma'anna yetma'innu oxşar. İf'anlala yef'anlilu, ihrenceme ihrencimu oxşar olan Arap tilideki umumi 22 babını biz düşünüp ötüksek buludu. Hem de biz aldığımız derslerimizde şu 22 babdan her bir dersimizde ma'lum bir bablarını, mesela bir babda infa'ala babı, bir babda tefa'ala babı degandek onun ma'nisi turib chiqish shaklini so'zlab o'tgandik. Endi bugungi darsimizda shulardan qolgan, shulardan eshib qolgan necha bob eshib qoldi hisobda. Rubai mujarrad bilan rubai mazid eshib qoldi shundami? Bugun 4 babni tushunib o'tib ketsak bo'ldi. Endi rubai mujarradning bayatini degandek bir bobi bor. U ismi fa'lala yufa'lilu. Ya'ni fa'lala madi يفعل مضارع فعل مصدر مفعل اسم فاعل مفعل اسم مفعول لم يفعل فعل جهاد لا يفعل فعل نفي فعل امر حاضر ليفعل امر غائب La tufa'lil nehi hadir. Muş bunu türlüsek. Mesela bunun bugünkü dersimizdeki misalları tercüme, yutarcimu, ba'asara, yuba'asara, harvele, yuharvele degandek misallarını yani mesela zelzele yuzal, iza zulziletil arddaki zelzele yuzalzilu, vesvese yuvesvisu degandek pillaba. Endi sulasi rubai mazidning 3 babi birincisi tefa'lala yetefa'lalu. Yani tefa'lala madi, yetefa'lalu mudari, tefa'lulen masdar, mutefa'lilun ism fa'il, mutefa'lilun ism mef'ul, lem yetefa'lal fi'l cihat, la yetefa'lalu fi'l nefi, tefa'lal buyruk fi'l, li yetefa'lal üçüncü şahs buyruk fi'l, la tefa'lal nehi hadir. İkincisi if'alalla yef'alillu. İf'alalla madi, yef'alillu mudari, illalun masdar, muf'alillun ism fa'il, muf'alallun ism mef'ul, lem yef'alilla fi'l cihat, lem yef'alilla fi'l cihat, la yef'alillu fi'l nefi, if'alilla buyruk bil, li yef'alilla bulutsuz, üçüncü şahs buyruk bil, la tef'alilla bulutsuz buyruk bil. Muşu birinci türlüsek buludu qağanne. Bu itma'anne yetma'innu, mutma'innun mutma'annun degandek. Üçüncüsü sulasi mazidning üçüncüsü if'anlala babi. Bunun şekli manda çıkıdı. İf'anlala madi, yef'anlilu mudari, if'inlalun masdar, muf'anlilun ismi fa'il, muf'anlalun ismi mef'ul, lem yef'anlil fi'l cihat, la yef'anlilu fi'l nefi, if'anlil buyruk bil, yef'anlil üçüncü şahs buyruk bil, la tef'anlil bulutsuz buyruk bil. Mesela ihrancama, ifran qa'a degandek fillarni şu bu türlüsek buldu. Onu bugün dersimizdeki öğrenilen pilning bablari eng oxirgi bablar. Endi bek ko'p ishlatilmaydi. Bundan qilingan pillarning bek ko'p emas. Eng oxirgi bab, ya'ni sulasi rubai mujarradning bir babi, rubai mazidning 3 babi, jami 4 bab. Mushu nuqtani bugun tushunib olsak, bugun darsdagi pilga munosabatlik grammatika tugaydi. Endi ikkinchi muhim nuqta bugungi darsdagi damiru fasl. Endi hammamizga ma'lum mubtada xabarninki mubtada azaldan ma'rif qiladi.
xabar azaldan nakir keladi. Agar xabar ma'rif bo'lib qolsa, mubtada ma'rifa, xabar ma'rif bo'lib qolsa, bu mubtada xabar xuddi sifat mavsuflik ta'sir beradi. Masalan, al-muraqib jadidun. Yoki hada al-muraqibu jadidun. Bu nazoratchi, yangi nazoratchi desak, hada al-muraqibu mubtada shundami? Ya'ni hada mubtada, al-muraqib badal, ammo ikkisini mubtada tushunamiz-ku bizlarga yangi o'quvchilarga nisbatan. Jadidun nima? Xabar. Mau to'g'ri jumla. Agar jadidni ma'rif qilish to'g'ri kelib qolsa, al-jadid bo'ladi. U vaqtda hazal muraqibul jadid deb al-jadid bilan muraqib mubtada xabar bo'lmay yada sifat mavsuf bo'lish ehtimoli bor emasmi? Mushadagi sifat mavsufga ilishib qilish, ya'ni mubtada xabarninki sifat mavsufda qarilib qilishning oldini olish uchun keladigan, o'tiruvchidigan bir damir bor. Bu bo'lsa-mu damir fasli, ya'ni tashviq qiladigan mubtada qanday kelsa shunday keladigan, mubtada muzakkar kelsa muzakkar, muannas kelsa muannas shaklida keladigan damirdir. Bu yerda qanday keltiramiz? Haza huval muraqibul jadid deb haza mubtada, al muraqibul jadid uning musulidir, xabar bo'ladi. Haza huval asli, haza mubtada, al muraqibul jadid xabar. Ammo asli ma zamir faslini akamay kelish to'g'ri kelib qolsa, haza muraqibun jadidun. Bu yangi nazoratchi deb kelish kerak. Hada mubtada muraqibun jadidun ishkilisi nima? Xabar shaklida yangi nazoratchi deb kelish kerak. Bayatdan men hazal muraqib jadid deb abtama jumlada unda emas-a, haza muraqibun jadid deb kelish kerak. Am al muraqib jadid deb alif lam bilan ma'rif kelib qolgandan keyin xuddi hazadan badaldakla tuyg'urib qo'ydi ekan. Ash badaldik tuyg'urib qo'yishning oldini olish uchun o'tirg'a huva deb zamirni kelgizamiz. Bu damir nima bo'ladi bu yerda? ضمير الفصل bo'ladi. ضمير الفصل ya'ni vaqtda haza mubtada va ضمير الفصل al muraqib jadid sifat mavsuf qo'shilib nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Agar o'sha tashlasak qanday bo'lmoqchi? Haza al muraqib jadid bo'ldi vaqtda al muraqib hazatlanadigan badaldaklar tuyg'urib qo'ydi bizga. Ya'ni mubtada xabarini o'tirsa, iniq ayrilmaydi. Yoki bo'lmasa boshqa misol olsak, Hamid najihun. Hamid imtihondan o'tdi, qozondi degan jumlada Hamid mubtada, najihun xabar bo'ldi. Endi najihun agar biz ma'rif qilish to'g'ri kelib qolgan vaqtda alif lam kirgizsak, Hamidun najihu deb najih Hamidning sifatida ko'p qoladi. Dal mush sifatni o'tirni ayirish uchun nima tushdi o'tirgan? Vajib Hamid va najih. Hamidlar qanday imtihondan qanday qilgan o'tgan odam deganni ifodalash uchun o'tirgan bu vajibimiz. Mana bu ضمير الفصل ده برضه بتوع القرآن الكريم إن تينجح مثلا إن شانئك هو الأبتر شانئك إننا اسم السماء اسمه شانئك شنو هو شانئ إننا اسم السماء عندك أبتر خبره أبتر ألف لام لين كذا شانئ نصب توب خامس نب أطلق هو أنا كرجزك هو الأبتر أطلق هو كرجزك أولئك هم المفلحون دكان آيات ما أصله أولئك مبتدا مفلحون خبر أطلق هم دكان ضمير الفصل Mutlihun ma'rif o'g'achqa aniq xabarligi bilinmay qolish ehtimol bo'lib qolishini oldini olish uchun shunga o'tirgan humni kirgizamiz. Mana bu nima deyildi? Damir fasli deyiladi. O'rganmoqchi o'g'limiz mana shu bugungi damir fasli. 3-chi grammatika endi biz harf jarlar to'g'riliq so'ziga vaqtda min deb bir harf jar bor. Endi minningki bugungi darsga munosabatlik tarifi tabiiyya. Ya'ni min başlash degan ma'noni ifodalaydi, andikin bayon qilish ma'nosini ifodalaydi, shundaymi? Andikin tabiiyya ma'nosini ifodalaydi. Tabiiyya ma'nosini ifodalagan vaqtida, ya'ni ba'ziyalik ma'nosi deymiz. Tarjima qilgan vaqtda ning bir qismi din azroq deb tarjima qilsak bo'ladi. Ning bir qismi din azroq. Masalan, akhaztu min al-kutub deb kelsa, kitoblardan azroq oldim. Yoki akhaztu min al-fulus puldan azroq oldim degan ma'no chiqadi. Agar akhaztul fulus deb gap qolsa, pulning hammani oldim degan ma'no chiqadi. Minga gap qolsa, tabiiyya ma'nosini ifodalab turib, puldan azroq oldim degan gap. Masalan, xuddi o'quvchilarning ichida bir qism tirishchan o'quvchilar va deganni ifodalamoqchi bo'lsak, minni ishlatib turib, minatullob mujtahiduna fi dirasatihim. O'quvchilarning ichida darslarda tirishadigan bir qism o'quvchilar bor, bir qism degan ma'noni ifodalaydi. Yoki minatullob may ya'riful lughatas siniyya. O'quvchilar ichida xanuz tilini biladiganlar bor degani hammasi deganlik emas, bir qism deganlik. O'shada men nimani ifodalaydi? Bir qism, azroq, ba'zi degan ma'noni ifodalaydi. Mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Undan keyin bugungi tekstimizda bunday bir gap bor.
Afaishta fi Fransa. Siz Fransada yaşaganmı? Turganmı? Ana bu şeyde başqa söylep ketmeyler. Afaishtadagi a istifhamning hamsisi. Fa atbining fasi. Endi ba'zi ahvollarda istifhamning hamsi fa'ning oldida dikilgan ahvollarmi bor. Buni normal tushunishga bo'ladi. Shuning iliqi qanday shakl ekanligini bilib olsak bo'ladi. Istifhamning hamsi fa atbiniki fasi. Masalan, Qur'oni Karimda avalam yanzuru afalam yasiru azumma idza ma waqa'a amantum bih degandek iliqi atbining harfidan ilgirilan istifhamning hamsi qilgan ahvollarmi bor. Bu nuqtani to'g'ri tushunsak bo'ladi. Ondan keyin bugungi darsimizda va isqala ibrohimu deb izdin birisi bor. Ya'ni bu Qur'oni Karimda bu bakchiqa va isqala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa va iz qataltum nafsan fadara'tum fiha degandek iz. Mush izlarni qanday tarjima qilamiz desa, iz keyindagi nima tashlanib ketgan bir pilning maf'ulun bisi hisoblanadi. Endi degan gap esa izning ma'nosi shu vaqtida, o'z vaqtida, ya'ni uzkuru vaqtan. Siz shu vaqtni eslanglar. Uzkuru hina qala Ibrohim. Ibrohim mandaq degan vaqtni eslanglar oldida uzkuru din bir sifat. Izning alqi irabi jumlaga o'rniga kelgan vaqtda buni uzkuru ba, ya'ni eslanglar deganni taqdir qilib turib, maf'ulun bih deyilsa bo'ladi. Bu 5-nuqta. 6-nuqta, qisqa nuqta. Endi biz davomli duolarimizda qiladigan Robbi deb duo qilamiz. Darsda Robbi arini kayfa tuhil mauta, Robbi zidni ilman deganda Robbi deb sir o'qilishi. Chunki bu yerda oxirida mutakallimning yasini birisi aslisi Robbi degan bo'ladi. Robbi qisqartirish jihatidan ya tushib ketgan. Ya'ni ba deb tushunsak bo'ladi, ha? Endi shu mutakallimning yasiga nisbatan tönegidek bir necha yo'l durus. Birinchisi, yaning oldini zirqab qo'yib, yani tashlasak bo'lsa, ya Robbi hozirgidek bu intayin ko'p ishlatiladigan tur. Ikkinchisi, yani sakin holatda qo'yib qo'ysak bo'ladi. Robbi ya ilohi degandek. Uchinchisi, yani zavar qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya Robbiya degandek-chi. To'rtinchisi, yani alifga o'zgartib ya Robba, ya abata, ya umma. Adat ya ummi deb chaqiramiz-ku, ya apa deb. Shuni ya umma deb chaqirsak bo'ladi. Mush qatorliq yuqoridagidek 4 uqum 4 xil shaklda mushu mutakallimning yozib qo'yilmanisini 4 xil shaklda yuqoridagidek ifodalasak bo'ladi. 7-chi muhim nuqtalik grammatika. Endi sizlar bizga ma'lum shartning javobi mazi bo'lib qat gap qolsa yoki mudori bo'lib ladin boshqa vositalar bilan inkor qilinsa, cümle ismiye bo'lsa, cümle inşaiye bo'lsa, ya'ni buyruq fe'l yoki bulusiz buyruq fe'l bo'lsa, shartning javobiga fa kirish vojib bo'ladi. Endi mushu pa'ning o'rniga ba'zi vaqtda biz pujaiya deb ataydigan, ya'ni tuyuqsizlikni, biz kutmagan ahvolni ifodalaydigan bir izon bir sifat emasmi? Biz oldingi so'zlagan mushu izoni fa'ning o'rniga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Masalan, bizning darsimizda izahum yastabshirun. İzahum yastabshirun degan yerda asli fahum yastabshirun deb kelish kerak edi. Masalan oyatda va iza zukirallohu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah va iza zukiral ladina min dunihi izahum yastabshirun. Iza oldida iza va shart jumla, zukiral ladina min dunihi bu shart jumla. Buning javobi qaysi? Hum yastabshirun. Hum yastabshirun jumla ismiya. Jumla ismiya bo'lgani uchun pakish kerak. Shu pa'ning o'rniga izani akib izahum yastabshirun deb tushunsak bo'ladi. U vaqtida normal izai mufajiya fujaiya shaklda tarjima qilaveramiz, ammo pak hamida o desa shu iza fa'ning o'rnida turdi deb tushunsak bo'ladi. Bu bir qoida. Ham 8-chi bilishga tegishli qoida, biz sarf qoidalarida muzaaf billah sakin o'qildigan yerda keyingi harfga, ikki harfning keyingi harfga zavar harakatini berib qo'sh tashdidlik zavar o'qiymiz. Masalan, farra yafirrudan fil jihatini chiqarsak lam yafirra, buyruqni chiqarsak firra. Aslisi lam yafrir kelish kerak-ku. Ikki harf birga kelganligi uchun idg'om qilish ustidan birinchi raning harakatini oldiga faga apirib, ikkinchi raga zavar harakat berib lam yafirra qilgan. Mushuni lam yafirra desak bo'ldi, lam yafrir deb o'qisak bo'ladi.
qaysi durust? Masalan, Qur'oni Karimda va may yudlil va may yudlilillohu deb asli yudilla kelish kerak ekan, sakin o'qilgandan keyin xudillam yafra yudilla akasi, ammo yudlil akasimi bo'ladi. Bu qoidani tushunib olaylik. Idg'om qilishmi durust? Biz o'rgangandek yoki ajratib, masalan, lam yafirrani lam yafrir desak bo'ladi, lam yafirra desak bo'ladi. Firra desak bo'ladi, ifrir desakmichu bo'laveradi. Masalan, Qur'oni Karimda buni o'qish intayin. Masalan, wahlul uqdata asli hulla kelish kerak ekan, hulla. Ammo endi wahlul uqdata min lisani desimi bo'laveradi. Ya'ni idg'om qilib desakmi bo'ladi, ajratib desakmi bo'laveradi. Mazmunlar tushunishib bo'lgan bo'lsa, tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib qo'ying. الدرس الخامس والعشرون 25 درس. يا عمار، هذا هو الكتيب الذي أريد ترجمته إلى اللغة الفرنسية. أتستطيع أن تترجمه؟ أستطيع بعون الله. فقد ترجمت قبل هذا عدة كتب إسلامية. أريد أن أوزع الكتيب المترجمة على إخوان حديث العهد بالإسلام. إذن أترجمه في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. يا عمار، إنك تجيد اللغة الفرنسية وتتكلمها كما يتكلم أهل فرنسا. أفعشت في فرنسا؟ نعم، إني ولدت ونشأت وترعرعت في باريس لأن أبي كان يعمل هناك. إنه بقي في فرنسا 15 سنة. هذا هو السبب. اقرأ الآيات يا أحمد. بعدما يستعيذ: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يدخل رجل ويسلم بعدما يرد التحية: يا إخوان، هذا هو المراقب الجديد. من كان لديه سؤال فليسأله. يا شيخ، منا من يريد أن يشترك في معسكر الجامعة، أفيسجل اسمه لديك الآن؟ نعم، هذا. وأريد أن أدلكم على أمر فيه أجر إن شاء الله. من طلاب المعهد من هم بحاجة إلى مساعدة، فساعدوهم مما أعطاكم الله. من أراد يساعدهم فليتصل بأمين صندوق البر. يا عمار، هذا هو الكتيب الذي أريد ترجمته إلى اللغة الفرنسية. عمار، mana bu men fransuz tiliga tarjima qilmoqchi bo'lgan kitobcha. Anmayadiki, haza mubtada al-kutayib xabar ma'rifa bo'lib qolaverdi. O'tirg'a nima tushdi? Huwa tushdi. Ya'ni zamir fasl tushdi, ha. Uridu tarjama al-kutayib kitobniki kichiltirilmasi kutayib. Ya'ni kichik kitobcha degan gap, ha. Tarjamatahu. Tarjama ya'ni biz bayatdan so'zlagan rubai mujarradningki birinchi bobi. Rubai mujarradning bobi fa'lala o'lchimidagi tarjama yutarjimadan chiqqan tarjama masdar. Fa'lala yufa'lilunki fi'lalun yoki fa'lalatun ikki xil masdar chiqadi, ha. Shu tarjamatun masdar chiqadi. Atastati'u an tutarjimahu, uni sen tarjima qila olamsa? Tutarjimahu, tarjama yutarjimu, tutarjimu. فعل يفعل بابد. أستطيع بعون الله. الله يردم بلان قلالايمن. فقد ترجمت من قبل هذا عدة كتب إسلامية. بندن إلغري نورغون إسلامي كتابلاني ترجمة قغانتم. ترجمت فعللت. أريد أن أوزع الكتيب المترجمة على إخوان حديث العهد بالإسلام. من ترجمة قلنغان كتك كتابچini İslamga zamani yaqin degani islomga yangi kirgan qarindoshlarga taqdim etmoqchi edim. Mutarjama ism maf'ul tarjima qilingan. Idan utarjimahu fi aqrab vaqt mumkin inshaalloh. Undaqda uni Alloh xolisa
eng imkoniyatning boricha eng yaqin vaqtda, eng qisqa, eng yaqin vaqtda tarjima qilaman. Utarjimahu, ya'ni ufa'lilahu. Ya Ammar, innaka tujidu al-lughat al-faransiyya wa tatakallamuha kama yatakallamu ahlu Fransa. Afa'ashta fi Fransa? Ammar, siz arab tilini, fransuz tilini yaxshi bildikansiz va uni Fransiya ahlini, fransiyaliklar so'zlaganlikla so'zlaydi ekansiz. Afa'ashta fi Fransa? Siz Fransiyada yashaganmi? Ya'niki afa'ashta fa at-tahrib a istifhamning hammasi bunday qilgan ahvol to'g'ri. Naam, inni wulidtu wa nasha'tu wa tara'ra'tu fi Paris. Shundaq, men Parijda tug'ilib, o'sib, o'ynab cho'ng bo'ldim. Tara'ra'a o'ynab cho'ng bo'lgan, Ya'ni bu bayatni tuzigan ekan. Rubai mazidninki birinchi babi tafa'ala la yatafa'alu babidan. Chunki li'anna abi kana ya'malu hunak. Dadam u yerda ishlaydi. Innahu baqiya fi Fransa 15 sana. U Fransiyada 15 yil turdi. Baqiya qilib qoldi, turdi degan ma'noda. Hada huwa sabab. Mana bu sabab. Bunda hada mubtada, as-sabab xabar. As-sabab alif lam kirib ma'rifa qolganligi uchun la o'tirgan nima tushadi? Huwa zamir fasl tushadi. Iqro'il ayat ya Ahmad. Ahmad, oyatlarni o'qi. Ba'dama yasta'iz a'uzu billahi degandan keyin yasta'iz degani ma'noning sababini masdar o'zgaradi. Ba'da ista'aza degan gap. Ya'ni shaytondan panoh tilab bo'lgandan keyin degan. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإذ قال إبراهيم يعني öz vaqt İbrahim mundaq degan vaqtni aslang, ya'ni izning oldida uzkur degan film bir sifa. Parvardigorim Robbi oxirida yaratgan, Robbi degan gap asli. Menga o'laklarni qanday tirildiradiganligini ko'rsatib qo'ysizlar dedi. Alloh uningga javoban avalam tu'min, acaba ishonmamsa? İbrahim Aleyhisselam bala, ishonmayman emas, ishonma. Walakin liyatma'inna qalbi, qalbim aram topsin uchun. Ana mushurunda liyatma'inna qalbidagi yatma'inna, itma'anna, yatma'innu if'alalla yaf'alillu babidna, yatma'inna oldida lam kelib qolganlik uchun lam zo'ra qildik. Yatma'innu, itma'anna, yatma'innu if'alalla yaf'alillu babidna. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عند مش آيات يعني ترجمة قبلسك الله سوزنن en yaxshi bo'lgan mutashabih kitob bo'lgan Məsani mutashabih kitob bo'lgan Qur'oni Karimni tushugizdi. Taqsha'irru minhul julud. Yana bu Qur'oni Karimdan Parvardigordan qo'rqadigan kishilarningki terlari titrab turadi. Undan keyin ularning terlari va qalblari Allohni aslashga yumshaydi. Ana shu Allohning hidoyati ki Allah uning bilan xalq odam hidoyat qiladi. Allah kimni ozdirsa uni hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Endi bu oyatdagi bizga munosabatlik bo'lgan grammatiklik mazmun birisi taqsha'irru, taqsha'arra, yaqsha'irru, if'alalla, yaf'alillu babidan chiqqan fe'l. Undan keyingisi yudlil asli mankasa sakin o'qilgandan keyin, mendan keyin fe'l mutarris sakin o'qilgandan keyin sakin o'qilgan o'rinda biz keyingi harfga zabar harakat berib idg'om qilib, ya'ni yudilla desak bo'ladi. Ammo bu yerda yudlil keldi-ku. Demak, muzaaf fe'llarni idg'om qilib sakin o'qilgan holatda idg'om qilsaqmi bo'ladi yoki ajratib ayirib talaffuz qilsaqmi bo'laveradi. Va idza zikrallohu wahdahu shmazzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah va idza zikrallazina min dunihi idza hum yastabshirun. An mushayatki ishma'azza uni if'alalla babin ishma'azza yashma'izzu if'alalla yaf'alillu babinna yadkhulu rajul va yusallim. Bir odam kirib salom qiladi. Salamni qaytirib qo'ygandan keyin ma yarudduni masriga o'zgartirdi va ya ikhwan hada huwa al-muraqibul jadid. Qarindoshlar, bu yangi nazoratchi. Nada haza mubta al-muraqib dedi. Xabar ma'rif hududi mubtada bilan ma'rifining xabarining o'rnini ayirish uchun va damir fasli keldi. Man kana ladayhi sual falyas'alhu. Kimda savol bo'lsa, ya'ni kimning savoli bo'lsa, bundan so'rasin. Ya shayx, minna ma yuridu an yashtarika fi mu'askar al-jami'a. Şeyh, bizning ichimizda universitetningki yazliq lageriga qatnashmoqchi bo'lgan
bo'lganlar bor. Nerdiki minnadagi men tabiiziya uchun bizning oramizdagi bir qism saboqdoshlar, bir qism o'quvchilar demakchi. Afa yusajjilu ismaka lada ismahu ladayka al'an. İsmini hozir sizning qishingizga berib tizimlatamdi. Na'am hada. Shundaqmi, shundaq qiladi. Va uridu an adullakum ala amrin fihi ajrun inshaalloh. Men sizlarni ajr ba bir ishqa boshlab qo'ymoqchi Alloh xolisa. Universitet o'quvchilarining ichida yordamga hojatmand bo'lganlari borligini bir qismi degan mentullar o'xshashlar tabiiziyani ifodani bir qism o'quvchilar yordamga muhtoj degan gap, bir qism o'quvchilar yordamga muhtoj. Fasaiduhu mimma atakumullah. Ularga Alloh sizlarga bergan narsalardan yordam qilinglar. Man arada yusaidahum. Ularga yordam qilmoqchi bo'lgan odam, kishi yoki yordam qilmoqchi bo'lganlar falyattasil bi amin sunduqil bir. Yaxshilik i'oni sanduqining boshlig'i bilan aloqalashgan sunduqil bir degani bizning matarafidagi i'on to'plash sanduqi, i'on to'plash ishxonasi degandek gap. Menda bir yaxshilik deganman, yaxshilik sanduqi deyman, ammo mishadagi i'on to'plash sanduqi bilan o'xshash. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.